alaykum, hurmatli Oriflame shaydolari, Oriflame liderlari. Mana Navej seriyasi bo'yicha konkurs e'lon qilingan ekan. Shu konkursni shartlaridan biri Navej haqida hikoya deyilgan ekan. Men Navej haqida jonli bir hikoyani aytib bermoqchiman. 2019-yil men 2018 noyabrda ish boshlagan bo'lsam, 19-yilda yanvar-fevral oylarida to'xtovsiz sistema bo'yicha uyimda домашний кружокlar o'tkaza boshladim. Mana shunday домашний кружокlardan birida bir kutilmagan mehmon uyimga kelib qoldilar va bizani yig'ilib o'tirganimizni ko'rib, nima bo'pti dedilar. Shunaqa biz Oriflame bo'yicha maktab qilyotgandik desam, men ham o'tirsam bo'ladimi dedilar. Bo'ladi dedim. O'tirdilar. Bunday razm solsam, deyarli ko'pchilik 40 yoshdan oshgan, 25-30 yoshli bir 10 tacha ayol yig'ilgan. U yangi kelgan ayol ham o'zimni eski bir tanishimni tavsiyalariga ko'ra boshqa qiladigan ishim bor, meni bilasizlar, o'sha bo'yicha kelganlar. Men shunda dars o'tib bo'lganimdan keyin VVO o'tdim, ya'ni Oriflame imkoniyatlar taqdimoti va keyin aytdim, mana men bugun zakaz oldim, zakazimda Navej 50+ oldim, shuni ishlatmoqchiman. Ichinglarda 50 dan oshganlar bormi desam, ikkita ayol qo'l ko'tardi, kelgan mehmonim ham. Sizlarda ko'rib boqamizmi desam, yo'q deyishdi. Nega desam, yo'q, biz xohlamaymiz notanish narsani o'zimizda sinab ko'rgan deyishdi. Bo'lmasa o'zim ekanman, o'zimga ishlataman dedim-da, Navej seriyasini ochdim. Hozir bu yerda 30+. Lekin u ochganim 50+ edi. Mana hozir o'sha 50+ ochganimdan ishlatib bo'lganman. Mana tugab qoldi. Mana дневной, ночной kremlar hamda ko'zga suradigan krem ham bor. Shu stolimizda qayerdadir turibdi. Mana rahmat topib berding. Mana shu seriyani ochdim. Ishlatishni boshladim. Birinchi tozalash va tiniqlashtirish 2 в 1 dan boshladim. Keyin ko'zimni atrofiga krem для век surdim. Keyin sivrotkadan tushirib surdim va har bittasini qiladigan ishlari haqida gapirdim. Kunduzi bo'lgani uchun дневной krem surdim. Shu bilan telefon jiringlab qoldi. Telefonim uyimning nari burchagida turadi. Borib olib kelsam, Navej yig'ish